Tarixiy uchrashuv tugadi. Argentina comeback amalga oshirdi. Enzo birinchi gol muallifi, keyin esa Lautaro g'alaba golini urdi. Ovoz ham qolmadi. Ochig'i eng emotsional reportajlardan biri bo'ldi. Asosiy ishlardan birini Messi amalga oshirdi. Ikkalasiga ham uzatma taqdim etdi. 1-0 qilgandan keyin Angliya 30 daqiqa himoyaga yotib oldi. Bunaqa jamoat jazolanishi kerak. Imkoniyati bor, Keyn bor, Jude bor va yotib olish. Cabo Verdedan ham himoyaviy, Misrdan ham himoyaviy o'yin namoyishi. Vaholanki, o'sha ikkinchi bo'limning birinchi qismida Angliya ustunlik bilan o'ynayotgan edi. Argentinada bayram, Argentinaning o'zbekistonlik muxlislari ham bayram qilishyapti. Angliyaga hammamiz achinyapmiz. Bu jamoa ko'prog'iga loyiq edi, lekin bu uchrashuvni nazarimda Thomas Tuchel boy berdi. Tarixiy uchrashuv tugadi. Argentina comeback amalga oshirdi. Enzo birinchi gol muallifi, keyin esa Lautaro g'alaba golini urdi. Ovoz ham qolmadi. Ochig'i eng emotsional reportajlardan biri bo'ldi. Asosiy ishlardan birini Messi amalga oshirdi. Ikkalasiga ham uzatma taqdim etdi. 1-0 qilgandan keyin Angliya 30 daqiqa himoyaga yotib oldi. Bunaqa jamoat jazolanishi kerak. Imkoniyati bor, Keyn bor, Jude bor va yotib olish. Cabo Verdedan ham himoyaviy, Misrdan ham himoyaviy o'yin namoyishi. Vaholanki, o'sha ikkinchi bo'limning birinchi qismida Angliya ustunlik bilan o'ynayotgan edi. Argentinada bayram, Argentinaning o'zbekistonlik muxlislari ham bayram qilishyapti. Angliyaga hammamiz achinyapmiz. Bu jamoa ko'prog'iga loyiq edi, lekin bu uchrashuvni nazarimda Thomas Tuchel boy berdi.